Bugun biz sizlar bilan gruppa Kravi, ya'ni qon guruhlarini aniqlashni o'rganamiz. Bunda bizga doktor Anvar Xursanov yordam beradi. Biz hozir qon guruhi turlari va ularni qanday aniqlash va nima maqsadda ishlatilishlarini o'rganamiz sizlar bilan. Demak, bizda gruppa Kravini aniqlashda shunaqa reagentlardan foydalaniladi. Bunda anti-A, bunimizda esa ko'p idishdagi anti-B, rezus faktorini aniqlashda anti-D dan foydalaniladi. Hurmatli patsient, qo'lingizni qo'ying. Qo'lingizni buking. Demak, biz aniqlash uchun bir tomchidan qon qo'yib olishimiz kerak. 3 ta antigenimizga 3 tomchi qon. Va antigenimiz, antigen A birinchisi, bir tomchi. Ikkinchisida antigen B. Uchinchisida esa rezus faktorini aniqlash antigen D. Aralashtirgich yordamida uchalasini 3 ta aralashtirgich yordamida yaxshilab aralashtirib olamiz. Va buni ko'rgan vaqtimizda agglutinatsiyani kuzatishingiz mumkin. Yaxshilab aralashtirib ozroq qo'yamiz. Demak, bunda mana ozroq aralashgandan keyin aniq ko'rindiki, antigen B va antigen D bu yerda agglutinatsiyaga uchradi. Значит, bu 3-qon guruh hamda rezus faktorimiz agglutinatsiyaga uchragan uchun plus 3-qon guruhi rezus faktori plus bo'ladi. Qon guruhini aniqlash nima maqsadlarda ishlatiladi? Misol uchun, har xil og'ir ahvoldagi bemorlar avariya holatlarida va ekstremli operatsiya holatlarida biz bu metoddan foydalanamiz.